Bu videorolikni juda ham zudlik bilan tayyorlayapman aziz obunachilar. Ushbu videorolikni boshqa yurtdoshlarimiz ham ko'rishligi uchun bir dona video ostiga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Menga operatsiya bo'lgan kunimdan shu kungacha kamera ochdi, operatsionniy ishi kirdi chiqdi, xonam hamma yetar yurgan turganlar. Ijtimoiy tarmoqda anonim profillardan Kokosh vafot etdi deb videoroliklar chiqarayotgan insonlarga ko'zimiz tushyapti. Ushbu insonlarni nima deb atashni ham bilmay qoldim. Hali 18 bahori ko'rmagan yosh qizni vafot etdi deb ijtimoiy tarmoqlarda ochiqdan ochiq yolg'on muloqot tarqatayotgan, yolg'on ma'lumotlar berayotgan ijtimoiy tarmoq faollariga bir narsani aytmoqchi edim. Sizlarni ham Alloh ko'rib turibdi. Bugungi videorolikda aynan mana shu haqida gaplashamiz. Rossiyadagi musofirlar diqqatiga. Siz Rossiyadan turib O'zbekistonga arzon kursda pul yubormoqchi bo'lsangiz, sizlarga tezda ilovasini tavsiya qilaman. Ushbu ilova orqali arzon kursda pul yuborishingiz mumkin. Ushbu ilovani yuklab olish uchun video ostidagi opisiyaniyada silkasi bo'ladi. Play Market yoki App Store'dan yuklab olsangiz bo'ladi. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda bloger Kokoshani operatsiyasi butun ijtimoiy tarmoqlarni portlatdi. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, assalomu alaykum barcha obunachilarga. Xabaringiz bo'lsa, yaqinda bloger Kokosha oshqozonidan operatsiya bo'ldi, ya'ni Halima Ibragimova rahmatli operatsiya bo'lganga o'xshab, u kishi ham ozish maqsadida operatsiya bo'ldi, lekin ijtimoiy tarmoqlarda avvaliga o'sha klinikani maqtab chiqqan Kokosha birdaniga yomonlab chiqishni boshladi. Doktorlarning videoroliklari tarqaldi. Boshqa bu haqida ijtimoiy tarmoqlarda boshqa blogerlar ham, boshqa shifokorlar ham o'zlarining fikrlarini bildirishdi. Shu o'rinda aytib o'tmoqchimizki, hozirda ahvoli og'ir, ahvoli juda og'ir. Toshkentda hozir Markaziy davlat poliklinikasiga bugun o'tkazildi. Mana bugun 6-aprel 2025-yil va nihoyat o'sha xususiy klinikadan davlat shifoxonasiga o'tkazildi. Bu haqda uning dugonasi xabar berdi. Hammaga katta rahmat. Biz bu markazdan chiqdik. Bu yerdan chiqish o'zi bo'lmadi. Juda ko'p o'yinlar bo'lib ketdi. Santa Barbara bo'ldi. Shunaqa tortishuvlar bo'ldi. Xullas, men 15 yil meditsina sohasida ishlagan bo'lsam, bunaqa Santa Barbarani ko'rmagan edim. Lekin albatta buni huquq organlari o'zi hal qiladi. Hozir bizga sog'lig'i muhim va с большим буквом deydi-ku, начинает имя с большим буквом yaxshi insonlarni ismi bosh harf bilan, katta harf bilan boshlanadigan insonlarga ming katta rahmat. Hammasi joyida. Qassoblardan qutuldik. Mana Kokosh. Katta rahmat sizlarga, sharoitlar juda ham zo'r. Bularni mana sharoitlarni qaranglar, hamma vrachlar shu yerda konsilyum qilishyapti. Katta rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar professorlar. Kim O'zbekistondagi vrachlarni yomon degan bo'lsa, o'zligi yomon. Mana eng yaxshi vrachlar mana shu O'zbekistondan chiqishgan. Faqat chasniga borganinglarda adashib qolmanglar. Eng yaxshi davlat markazlari. Rahmat sizlarga, sog' bo'linglar. Katta rahmat. Aziz vatandoshlar, sizlardan mana shu videoroliklarni ko'rib, bilib, o'zingizga to'g'ri xulosa chiqarishingizni so'rab qolamiz va shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Yaxshimi, yomonmi? Bu O'zbekiston fuqarosi va albatta kimningdir farzandi. Iloji bo'lsa kommentariyada o'zingizni chiroyli duolaringizni yozib qoldiring. U albatta kommentariyni o'qib chiqadi. Videorolikka like bosib, bizni kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Barchaga rahmat.